Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. Eynek proqramımız xoş gəldinizlər. Bugün sizlərə uzun ildən yaxın axbarat xidmətlərinə şug'ullanıb kelayotgan shundaqla Erkin Asiyaning radiosi, jurnalist Shuhrat Ushurakimiz bilan suhbat etib bormoqchimiz. Proqramımız xoş gəldinizlər. Shuhrat aka, siz xoş gəldiniz. Buldum. Oldingi oyninki 30 kuni İtaliyada chiqadigan Zimiston jurnalida Amerika malni o'g'ridan emas, balki o'z egisini elish kerak degan temada bir maqola yozilgan, balki ko'rmanlar o'qigan bo'lishi mumkin. Maqolada hamda Sharq Turkistondagi boyliqlarni, Xitoyninki bu boyliqlarni qanday foydalanayotganligi va bu Amerikaninki bu masalada qanday pozitsiyada bo'lish kerakligi haqida tavsiyalar bo'lingan ekan. Va bu Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni o'xshamagan nuqtada bir ko'zdan kechirgan bo'libdi qanday. Şun bu maqalanın avtoru bilan bir söhbət etib berishni to'g'ri ko'rdik. Savolga o'tib ketsek, qanday bir zaruriyat bu maqolani yozishga turtki bo'ldi? Ya'ni nima sababdan bu temada to'xtalib qoldingiz aka? Shu maqolniki kirish so'zida deyilgandek, bu qarsak bu yerda biz Uyg'urcha siyrak to'pa deb oldik. Bizning radioning xabarida siyrak to'pa dedik. Asli mazmuni uchun esa az topildigan qimmatli materiallar, qimmatli elementlardan ketgan. Belki shu sababdan seyrak degan gapni qo'llangan bo'lishi mumkin, lekin nadir elementlar bo'lishi mumkin. Bu temada talash tortish bo'ldi shu kunlarda axborotda. Ya'ni Amerika taraf Xitoydan shu moddalarni talab qilgan bir harakatlar, faoliyatlar bo'ldi. Xitoy tarafdan uni qarta rad qilish javob bo'ldi. Bu rad qilish javobimi o'zlariniki burungi mavjud qoida tuzumlarini tangshlash orqali Amerika shunga erishmaydigan, shu oz uchraydigan qimmatli moddalarga erishmaydigan bir qoida tuzumlarni bekitdi. Bir talash tortish, bir belgilik bir yuksaklik chiqdi. Qandiki anda xuddi biz burun zat bilganimizdek bir malning egisi biz, bu qimmatli materiallarni sayrak to'pi bizning vatandan chiqadi. Ish bo'lmaydiganda bir qismi deydigan kallamizda bor. Xuddi biz mayaqdan malning egisi turib, malni o'g'ilib olgan kishi va bo'lib olgan kishi bilan bu malining bir yurt mutavari uni sodlashayotgandek bir tuyg'um keldi. Endi shuni yozmadim shuni dedim. Agar sizning bir malingizni birisi o'g'irlab olsa, u o'g'irlangan malni malining yurt cho'nqib, o'g'ri bilan sizning ko'zingizdan oldida so'zlashsa, sizning malingizning ekanligini, mal egisi siz ekanligini bilib turib, bu qanday tuyg'uda bo'lsiz deb. Gapni maqol shunda boshladi. Amla tuyg'um shu. Anda ham dedim, albatta malni o'g'irlovchiga nafrat qilinsiz, uningki boshqa narsa yo'q. Bo'libmi mal bu yerda sodlashayotgan yurt cho'nqiga qarta umidsizlik paydo bo'ldi deb. Buni deyishdagi maqsad bu yana bir ahvol emas. Diqqat tortish uchun mushkil shaklda o'tirib qo'ydik. Undan keyin shu munosabatli materiallarga qarasak, rost degandek malniki bir qismi bo'lmasa, hammasi bo'lmasa ko'p qismining, hatto muhim bir qismining bizning vatandan chiqarganligi shu talash tortish bo'layotgan materiallar sonliq separlarda ko'rsatildi. Uning oldida ham jamiyatda ko'chadan anglagan qanoatimiz, ta'sirotimiz shuti. Shuni bilan bu maqolani yozib chiqdim. Ya'ni bu malni nima uchun Xitoy bilan so'zlashsa, mal egisi biz tutsak, asli biz bilan so'zlashsam yoki bizningki mushu ig'dorchiligimizga sayiga chiqsam, texmi ish qolay bo'ldi emasmi degan mazmunda shu hissiyat bilan yozilgan sabab shu turtki. Nihoyatda yaxshi bir javob bo'ldi, qanoatlandik. Anin keyin bu sayrak to'pa degan deb o'tganimizdek harbiy sanoatda bo'lsin yoki nozik texnikalarda bo'lsin, kombos bo'lmaydigan bir modda endi. Bu moddaning ko'p qismi bizdan chiqadi deb o'tdingiz. Bundan miqdori qanchalik ekan? Buning bu to'g'rida bir izinib ko'rdingizmi? Men endi asli mening kallamda bu boylik ham bizning vatandan chiqadi bo'ldi deb o'yladim shuni. Ammo talashda tush bo'lganlikka izinib qarab baxtim. Undan keyin mening izlanishimda materialda ko'rsatilishida 17 xil banda bizning vatandan chiqdi ekan. Ammo materialda ko'rsatilishicha hozir Xitoyniki bu setayotgani, bozorga selayotgani asosan tip 2 Mong'oldagi, Sichuandagi, uniki Fujian qatorli 4 o'rindagi qimmatli materiallarni bozorga sapdi. Ammo bizning vatandagi haqida undaq bir ma'lumot yo'q. Bu balkim navbat bizga kelmagandi. Ammo 17 xil modda, shu az topildigan modda bizning vatandan chiqadiganligi aniq ekan. Bu shu ilmiy tekshirish dokladlarida men to'g'ri ko'rgan ma'lum. Ammo bu yerdagi aniq narsa shu, Xitoyning hozirgi
iqtisodiy jihatdan kuchda foydalanishda bizning vatanniki boyliqlardan foydalanayotganligi aniq sonliq ma'lumotlarga to'g'ridagi materiallarga qarasak 40% Xitoyning neft ko'mir ehtiyojini bizning qamdayotganligimiz 22% neft ehtiyojini bizning qamdayotganligimiz tabiiy gaz 20% biz qamdayotganligimiz qatorliq ya'ni Xitoyni o'kiritayotgan Xitoyni oldiga chiqarayotgan bizning iqtisodiy kuchimiz ekanligiga oid sonliq ma'lumotlarning to'g'ri ko'p ekanligi mavjud ekan. Ben şu an boşuna aldı sürüp durup dedim. Zaten Xitoy bilan sen bundachilar aldığı yelinip sözleşkenden ko'ra bizning meselemizni oshkor o'tirib qo'ysang bu masala asa hal bo'ldi emasmi degan fikrni shu bilan o'tirib qo'ydim. Ama izlenişim degandek bir mutaxassis seviyesidagi izlenish emas, umum ma'lumot seviyesidagi izlenish. Shu qimmatli materiallarning ish bo'lm degan o'yatisi bizdan chiqdi ekan. Ama onunki hozir qadar maxsus bazasi qimmatli materialning bizdan chiqayotganligiga to'g'ri ma'lumot yo'q. Balkim chiqayotgan yo'shirgan bo'lishi mumkin. Balkim chiqarmagan bunadagi plan bo'lishi mumkin. Ama biz buning davosini qilsak bo'ldi deb ishlayman. Rahmat. Bu munayt aniq bo'ldi. Anikeni bu maqoladamda o'yat xilmadan keyin tilga olgandan keyin yana bunlarni ta'kidlagan bo'libsiz. Boyliqning egisi biz ammo bu boyliq bizga rohat etganmidi, ammo albuki bir talab etib keldi. Her qatim yana bir mineral modda bo'lsin yoki yer ostidagi boyliqlar bayqalganda Xitoy bularni bizning qizg'inib kunlarning birida Xitoy parchalanganda bu boyliqning qo'ldan ketishini ansiraydi va Xitoyninki qurilishdan buyon bizga har turli zulm sistemlarni qilib kelyotidi. Ammo bu eng oxirgi 8 yildan buyon teg'im eg'irlashib ketdi. 3 milliondan ortiq 3 milyondan ortiq migrant fuqarolarga qamoqqa ilinishi, o'ldirilishi, ruhiy jihatdan yoki jismoniy jihatdan bo'lsin, eg'ir besim uchirishi shu sababdan debsiz. Xitoyniki bir balvoq bir yo'l plani bo'lsin, dunyo kengayish bo'lsin, bizning boyligimizdan, ya'ni ayirib qarag'il bo'lmaydiganligini deb aytibsiz. Demakki, bu yerda demoqchi bo'lganingiz Uyg'ur erkak qirg'inchiligininki yana bir yiltizi, buning sabab bo'lsa, ya'ni vatanimizni elinayotgan boyliqlarga bog'labsiz, shundaqmi yoki boshqacha? Shunday deyishga bo'ldi. Chunki dunyo butun mustamlakachiliklarning har xil sabablari bo'ladi. Ama her bütün sebeplerin arasındaki birisi çok iqtisodiy sebep bo'ladi. Iqtisodiy jihatga bilan falan. Yani bizning vatanimizni kelsak, biz Uyg'urlardan hozir qadar dunyoda o'zining vatanidan boyliq chiqsa o'zi andish qiladigan, o'zining vatanidan boyliq chiqmasligini umid qiladigan birdan bir bo'lmasa az sonli millatlarni biz. Chunki vatanimizdan bir boyliq chiqsa, cho'qim o Xitoyning besimini oshirdi, ishtahasini kuchlantirdi. Hareketlerini şiddetlendirdi. Bu noktadan qarasaqmi, yaqinqi yillardagi Xitoyning 3 milyondan ortiq insonni lagerlarga solishi nurg'un o'zlarining izzat obro'jiyatin berdigan badallari qarmay. Va boshqa iporatga harakatlarning hammasi nima desa, bizning shu vatanimizdan boyliqlar qancha ko'p chiqqan sari, qancha bo'lgan sari bu yerda bu o'ziga qarta manfaatning cho'ngligini his qilyotdi. Bununki hareketimde bu bizden ulardan bölünüp çıkıp ketiş, ayrılıp ketiş xavfimizden ularga ip keldiğin zihniden cık endişe düşüyordu. Xuddi biz özümüzden bu yerde baylıklarımız kança baykalgansa biz özümüz endişe düşkendek atlama, hazır baykalma, tusultu, kim çıkıp otur degende her kadın baykalgan çağda Xitoy bundan atlama vatan bizden kolumuzdan çıkıp alama toprak diye endişe var. Şu an hazırki kademlerinin tezleşişi, mustamlakachilik tedbirlerinin texmi adabiylashtirish uchun ipirilishi, erkak qirg'inchilik darsi berishining asli sababi bu bizning boyligimizning mo'l bo'lishi, jiq bo'lishi va buning bag'an siri o'tirg'i har vaqt o'tirg'i chiqishi. Shu bu yerdagi masala yig'ib, ya'ni ma'lum bir nuqtani aytsak, bu yerda davom qilayotgan erkak qirg'inchilik, bu yerdagi boylig'ini talish qirg'inchiligi, bu yerdagi boylig'ini talish urushi. Shu nuqtadan bu yerda bo'layotgan qirg'inchilik, bu yerda bo'layotgan zulm, manda bir ustunlik bo'layotgan nima emas. Yoki u emas, bu emas. Bu yerda muhim bir nuqtasi o'sha yerdagi boyliqlar, bizning vatanimizning boyliqlari degan narsani shu nuqtada o'tirib qo'ydi.
Rahmet aka. Keyin bu nuqtada Amerikaningki bu seyrek topuni Xitoydan so'ragandan ko'ra Uyg'urlarning mustaqillik harakatini qo'llash Xitoyning seyrek topiga bo'lgan egdorchiligini uzish kerak debsiz. Yana Amerika Xitoyga Rossiya bilan Eronga yaqinlashma degandan ko'ra Sharq Turkistondagi strategik bir o'rindan mahrum qoldirish lozim debsiz. Yana Xitoyni xalqaro savdoga bo'ysunish lozim degandan ko'ra Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat deb chaqirish kerak debsiz. Buni deganda siz biror tashkilotning plan programmasiga asoslanib dedingizmi yoki bu shaxsiy bir fikringizmi? Bu tabii şahsi fikrim. Yani şahsi fikrim deyman çünkü undaq bir bayonotga, bir tashkilotning bayonotiga, bir tashkilotning so'ziga tayanmaganlik uchun. Ammo Uyg'ur jamiyatida ko'chib boranglar bor. Ya agar mushu boyligimizning manchiligini ilib, ma davlat manda qilib Xitoydan bizdan ozodlik bo'lsa mayli tijma. Manchilik boyligimiz manda ketsa mayli deydigan gapda ko'chib boranglar bor. Bu ko'chib boranglari seviye cihatdan yuqori bo'lmasimi, ama hissiyat cihatdan millat vakillik qildi. Millatning umum manfaatiga vakillik qildi. Son bir yerda maqolada hamda asosiy diqqat tortish bo'lganligi uchun shu jamiyat fikrlarining hissiyatiga tayandim. Jamoatning hissiyatiga tayandim. Yani ko'pchilikda agar bizning boyliklarimiz hozir Xitoyga butunlay ketayotgan ahvol ostida bundan tanlanayotgan ma'lum darajada shu boyliklarimizdan voz kechilsimi yoki shuni iyi chiqsin bir davlat bizga yardım qilish kerak degan bir ommaviy arzu bu. Shuni men bu yerda yozma shaklda o'tirib qo'ydim. Uning boshqa maxsus bir tashkilot bilan maxsus bir bayonot bilan aloqasi yo'q. Ammo shundigina hozir bizning xalqimiz zodi Xitoyga qarshi bir yordam keladigan ish bo'lsa, belgilik bedelini to'lashga rozi. Albatta bu yerga men dedim hatta bizning boyliklarimizning nisbatan sizlar osonli bo'ldi. Kelgusidagi taqsimotni so'zlasak bo'ladi. Bizning tashkilotlarimiz bilan qitildi degan fikrni o'tirib qo'ydim. Bu ama jamoat fikrining hissiyatiga tayanib deyilgan gap. U shundanki xato ketib gapni tortildigan bir ziyon bo'lmaganligi uchun o'tirib qo'ydim. Şimdi to'g'ri deysiz, bu to'g'riliq sizim deb o'tdingiz, ko'chib boranglar bo'lsin yoki Facebookda yozilgan mush to'g'riliq maqolalarni bu ko'rgan bo'ldik hamda bu oldi keyinda. Lekin maqolangizda Sharq Turkiston masalasiniki faqat inson huquqlari masalasi bo'lib qolmay, ya'ni strategik manfaat masalasi debsiz. Sharq Turkistonniki mustaqillikni maxsus kun tartib qolsa, Amerikaning manfaati shundaqli dunyoning tinchligi uchun foydali deb o'tibsiz hamda. Donald Trump efendi tigi sodigar, hammamiz bilib bilganimizdek. Bu hisobni qilalaydi debsiz. Ammo Trumpningki berayotgan ijroatlari bo'lsin, masalan chiqarayotgan qonunlari yoki so'zlayotgan bayonotlari bo'lsin, Uyg'urlarningki kutgundek bo'lmayotdi. Hamda bu sababdan siz hamda Trump efendiga bo'lgan ishonchinizda bir tavrinish bo'ldimi? Burama deyilganda biz Amerikadagi Uyg'urlarning ko'pinchimiz Trumpga ovoz berdik deb o'ylayman. Maxsus bir statistika yo'q. Jamoat so'riniga paranglarga qarab. Bu arzuyimiz bu nima uchun asosan bu Trumpningki qaror verish, mustaqil qaror veradigan nimasi va tavakkülçiligi bor. Uningizga bu Amerikaning iqtisodining nacharlashida keyingi vaqtlarda Xitoyning bu Amerika'nın baylıklarını, o buların sanayetini, zavodlarını, fabrikalarını ketkenligi artık asasen Xitoyning bu ziyankeşligi bo'lganligi shu sebepten bu Amerika'da çekiniş bo'lganligi qatorliq nuqta bo'lganligi uchun saylam nutqida. Şonda ise bizniki Uyg'urlarning asosan shenga yeri agar Xitoyni dushman deb qaragan, Xitoyni xavf deb qaragan rahbardan cho'qim bizga paydalı kildi degan mantiq bilan keldi. Men shuni nimsini. Endi hozirgacha shuni da. Albatta hozirgada bir qism bütün analizchilarning bularning ko'pincha deydi, bu Trumpningki nima qildig'ini bilgani bo'lmaydigan prezident deb. To'g'ri. Uni men shuni ishonman. Ammo nima bo'lsa hozir qadar mijozi olgan qarorlarida mustaqil qashdoq kutilmagan bir qaror qilish, keskin qaror ilish ihtimalligi bor. Xitoydagi bir davlatga hozir bularni iqtisodiy jihatdan bog'lanib ketdi Amerika bilan boshqalar. Bu birdila munosabatni uzdigan bir qarorni normal bir prezident chiqarolmaydi. Chunki jip jihatdan manfaatlar bog'lanib ketgan. Buningga bir talbilik ketadi, bir tavakkülchilik ketadi, bir jasorat ketadi.
Hem biz şu Trump'ta şunu boğaldık uçurlar. Şunu köygelikmişti. Trump'tan micaziga bo'lgan ishonch bilan umid bilan şu avazlı berilgan. Ya mening maqalamda deyilganim şu. Mesela Panama kanalı meselesinde ko'rsatgan jasoratini, Greenland meselesinde o'tirib qo'ygan favqulodda gaplarini deyarli adam şu işkenasini deyarli adam qo'yma Sharqi Turkistonmi? Bu Xitoyning bir partiyasi emas. Bu Xitoyga hatta bu borayotgan bu mustamlakachilikka butun O'rta Osiyoga, dunyoga tinchlikqa ta'sir ko'rsatib, ziyon yetkazib, bular mustaqillashish kerak degandek bir qarorni qo'ysa, buning mijoziga yot keladigan bir nima emas. Agar manfaat jihatdan ashnab tushunsa, shunga shu umid bor. Shunga yozgan maqolamda o'tirib qo'yganim bu Amerika Xitoyga qo'pib, sen Rossiya bilan Eron bilan yaqinlashmoq degandan ko'ra, yaqdan biz bilan bizning mustaqilligimizni qo'ysa, bizning mustaqillik harakatimizni qo'llasa, bizniki Xitoy bilan bo'lgan aloqamizni uzsa, Xitoyning bizning oldigan manfaatini uzsa, bu Xitoyning zodi boshqa davlatlarga manfaat yetkazib, iqtisodiy manfaat yetkazib turib erishayotgan nochilik, erishayotgan ustunlik keligini buyurib. Uningdan kelmasdan savdo tashkilotiga, xalqaro savdoda ma'noga bo'ysunmadan klimat meselesinde bununla baysunmadan degandan ko'ra Xitoyning nihoyat cho'ng sodir qilgan ikki jinoyat bor. Bunun birisi COVID-19, ya'ni COVID-19 şu vaba o dünyada 7 milyon var. İnsanın ölümüne Amerika'da 3 milyonga insanın ölümü sebep olgan. Moşi hesap sorulsa da kichik hesap özgiden hal oldu. Bu yerda Uyghur qirg'inchiligida bir milliy qirg'inchilik bo'layotgan bir davlat bilan mushu masalasini o'tirib chiqsalar, boshqa masalasidan haqida Xitoyning bu yerda tili qisqa bo'ladi, boshqa masalada jiq talash tortishga zo'r qolmaydi. Buni men burunmi boshqa bir maqolamda o'tirib qo'ygan. Xitoydagi bir davlatni bu masala so'zlashganda kichik masalasi emas, avval cho'ng masalasini tartibga chiqish kerak. Xitoydan kichik qarzni emas, avval cho'ng qarzni so'rash kerak. Shu chog'da cho'ng qarzni so'ragan chog'da kichik qarzga o yol koydu, kalışıdı. Eğer en çok o sağın ziyanını, en çok onun da töleştik bedelini sürüst kılmaytırıp, küçük nesini sürüstsa, kılınsa, bu sürüst kılıbatkan devlet aciz oluşup kaldı. Bunu ben Daily Caller'da Amerika'nın Cumhuriyetçilerinin bu tartışısındaki gizli yazgan makalamdı bu. Yani oturup koygan. Onundaki Amerikalı yani bir analizci şunu koydu. Zaten Xitayni indeks keltirishning, Xitayni münazirde pes urungu tushirishning yolu ikki. Birisi COVID-19, yani COVID-19'da hesabını sonra, ikinci Uyghur kırgınçılıkını sonra. Mış ikini oturup koygandıkla Xitay özlüğünden pes küçüldü, pes koyguçudu. Meseleler yol koyuşka mecbur oldu. Bu iki meseleni tılganmay durup, başka uşak meseleni oturup koyup Xitay'da diplomatiyada tutukun bulmaydı deydi. Yani bulungan gaplar. Ben şunu hem de yani kayta makalamı kıstırıp ekirip baktım. Şu hazır sen bu asallık, bu nadir elementlerini seyrek topunu talışıp yalvarıvatsa, onun da yukarı aşı çıkıvatkan menbeğine la kessen onu yoğansızdan sonra ölsem bunu demez mi diyen logika. Şunu oturup koydum deyilgenler. Rahmet. Hem de keyingi sualga o'tsek. Şimdi bu navbatdagi bu maqola jamiyat fikri muhitida bu fikrning qanchalik diqqat torta olishi mumkin, ya'ni qanchalik bir ta'sir ko'rsatish ehtimolli bordir sizcha? Hem de hazır hem ma'lum bo'lgandek, Xitoy hamda dunyoning iqtisodiy ikkinchi cho'ng kuchi, harbiy kuchiyatni oldingi davlat bo'lganligi uchun uning ustiga bizning harakatlarimizda Sharqi Turkiston masalasida dunyoni titratgidek, dunyoni tayyorlatgidek, xuddi Falastinda bo'lgandek, yana bir yer bo'lgandek, undaq shiddatli harakatlar o'tirib chiqmagan bo'lganligi uchun bizning faqat qirilayotganligimiz haqida xabarlar chiqdi. U çektik devletler kabul kıldıp itiraf kılmandak bol davatkan köpüncüsü rasmi yağımı davatkan vaziyette. En bizden bu talepimiz ma fikir belki realist görülmedi. Umumu bir kışında karıştı. Ama hem de hakikatinin küçük işindiğen bir siyasetçiler için, uzakını körer bir siyasetçiler için, siyasi coğrafya noktasını gözetken, jürakını körerlediğen siyasetçiler için, mesela Mike Pompeo olsun. Mike Pompeo mu? Bu meselenin oturağa çıkışta şu bugün köpince adamın akılda ötmeydiğini bilirdi.
Aşı gapni desa, haqni mushundami bu to'xtab, bir pay o'qdan ovoz chiqmasa, bir bomba tashlanmasa, bu yana qanday qirg'inchilik dergan nurg'a odam bor. Ashuna bo'lsa qaramay, odam bir buyuk shaxsan hammamiz bilgandek, bir buyuk bir siyosatchi, buyuk bir davlat odam bo'lganligi uchun, jiraqni ko'rar bo'lganligi uchun, mayar qirg'inchilik bo'layotib, dalidi va deb o'tirib qo'ydi. Uning keyin boshqa davlatlar chiqdi, boshqa parlament a'zolari chiqdi, bizning masalamiz keldi. Hem de hakikaten bizdeki davarımızı düşünüş için bununki realist işgalliğini biliş için izdeniş gerek. Birinci hakikatini küçük işleniş gerek. Uzakını görüş buluş gerek. Ama bu sebepten derhal anlaşka biz körünüşte hazır belki dünyanı tevr etken bir işlerimiz bulmamalık için izilgenden başka sel dikkat etmezdik mümkün. Ama hakikatinin kudreti işengeller için Xitayning hazır güçlengenligi, Amerika tehdit silayotganligi, kelgusida yana bu tehditning cho'ng'idiganligini ko'zda tutsa, bizning bu taklifimiz to'xta Amerika Xitoy bilan sen bunda talash tortishni qo'yibla Sharq Turkiston masalasini so'zla, Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llab, qolgan masala tabiiy hal bo'ldi degan bu taklifimiz aqlga uyg'un bo'ladi. Bu ham bo'lmasa at bo'lmasa endi. Shu maqolamda dedim, bu maqolam bak ameliyatçı bu teklifim ameliyatçı teklif görülmeydi ama bir günü çoğun bunun kilidi işinde odur. Rahmet. Yana bir sual var mı diye. Bununla kısmaz kalsınız cevap versiniz oldu. Mesela bunu bırakır baştan ayak sansipirler olsun, cemiyet fikirleri olsun bırakır toxtulup etken bulduk hem de. Şimdi bu mesleğe nispeten yani bu soğudunu yani deymiz menfaatini deyişerligidek Uyghur teşkilatları hazır Uyghur teşkilatlarının ki hazır nimiz ehvalını etkançalı deyişerligidek bir ehvaldı mı işte ehvalda karamsız. Ya o ahvaldı bak. Çünkü Uyghur teşkilatlarının hemmisi bunun özüge layık göz karşılığı hemmisi özünün gepige için oldu. Gep şu Uyghur teşkilatının aldığı bunun beriş meselesi. Ama hemme teşkilatının özüge layık müstakil karşı var, işenç var. Eğer şundak bir teklif eden ve biz sizin aldığı kap koldaş olsa onunla oturup koyulgan her bir teşkilatın özüge layık gep var. Ben bu cihette onda bir boşluk yok, azizlik yok da oylayım. Kanda olsa sizinki Uygurca maqaldan köprek İngilizce maqal yazıp bunu dünya anlatıp kivatsız her xil teklif fikirlerinizni dep kivatsız yazıp kivatsız. Hem bunun da Uygurcadan bekrak İngilizceye berişingizge lazım bo'lgan, kerak bo'lgan nima kerak bo'ldi tabii. Endi bu degandek bu 2017'ye kadar mesela radyoda ben bu İngilizce makalesini kaçan başladımsa 2020-2021'den başladı. Çünkü 2010 radyo işleyotgan vaqtimda 2017'ye kadar mening xabarlarimda asosli maqsad biri vatandagi ahvolni sirtqa anglitish bo'lsa, yana biri vatanning ichidagi xalqqa bir fikr berish, bir ang berish, bir harakatlantiradigan bir kuch berish maqsadi. Şoňa yani vatanga burun 2017 xabarlarimda xalqni umidlantiradigan, jasoratlantiradigan xabarni berish tirishdim. Xabarni paketni qo'yishdan boshqa uningga fikr singdirdik. Şoňa chet eldagi faoliyatchilarni so'zlik Abduqodir Yapchan so'zlaydi, Mehmet To'xti so'zlaydi. Yani Müslüm Qo'shan, Kurash Ataxon, İlşad Hasan ko'p odamni so'z istiqchib o'zim so'zlagan bo'lgandikan, ularning fikrimiz rahmatli o'sankan. Bu so'zlar orqali vatanli xalqqa uchurni yetkazmay, ularga bir ideya ang sunutdik. Chet elga faqat ta'kidni sunutdik. Mandaq bir ish bo'latir vatanlik vaziyatda. Bu 2017'ye kadar shundaqdi. Ama 2017'dan keyin o lagerlarning qurilishi, radioning kesilishi, kishilarning bu bizniki fikrlarimizga erishish imkoni asosi yo'q bo'ldi. Nol geçti. Bunda ahvalda bir vatandaki xalqqa mening radio programmalarimda şahsen meniki g'oyam asosan paketni chet elga yetkazish bo'ldi. Fikrni chet elga yetkazish bo'ldi. Şoňa hamda bizning 2017'den keyingi mening xabarlarim programmada hech qachon vatan ichiga bir fikr sundigan narsa bo'lmadi. Yazgan xabar maqolalarimning maqsadimi paketmi shu, asosan vatan ishini unutib sirtga yuzlandim. Xalqaro anglitish uchun. Egallagan xabarimmi chet elchiga xalqaroga tarjima qilinadigan, xalqaro ko'radigan, uningki Uyg'ur faoliyatchilari ko'rib, ko'tarib ochadigan
paketini verdik. Uçar vatanın içine 2017 ve isimli çıkırıp ettim. Şundak boğalık üçün, hem de bu chet elge qandaqçı yalğız paketini yetküzlü yetmeydiken, bazıda bu paketini ula biz düşengendek düşenmeydiken. Doğru. O paketini yiyişke düşendiriş doğru kelken, onunla ama radyoda bir muhbir oluş süptemizde paketini fikrimizden koyamaydıkemiz. Bu garip akbaratıdaki ölçem boyken. Şunun ola ben andın Bitter Winter, Zimistan, Taipei Times, vakti, onun Global Times, 4-5 akbarat orunu taptım. Onunla tahallüsüyle, kök bayrak deyen tahallüsüyle vatanın vaziyeti hakkında fikrimini verdim. Asasen halkarağa, vatanın içeri halkının yana dermanım zulüm kuşuravatkallıkı ve zulüm karşı hareket kılıvatkallıkı. İzilivatkallıkı, izilgenge boysunmayvatkallıkı. Her kanda ahvalasında her vaktin beri. Maksudunun istaslıkka erişilemez, yardım erişkenliki, emeli yardım erişkenliki, Katarlık şu signalını veriş için, bazen Pakistan'ı yiyişke çöndürüşü doğru geldi. Şuna İngilizce makalaları yazışka yüzlendim. Bu maksat, yani şu şaraitin, vatanın vaziyetinden, vatanga fikirimizni 700 gün bulmagalık için, chet elge 700 için bulgalık için bulmuş. Doğru deysiz endi ahirki burun hem vatanda mesela bir şehirde bolgan näsini indi bir şehirde bilenmeydi. Mesela kırgınçılık edip bağlan bolsun yoki her xil şekilde bolgan bolsun. Biz bilenmegen bilen vatanda anlayıp tokan doğrulukçysın avazımızda. Bunu vatandaki vaziyetni, şu vatandakilerge anlatsak da to'g'ri bo'ldi ham ümit berish orqali ularning ro'y jihatdan besimlari yeniliklaydi degandek. Hamda hozirgi vaziyatda degandek bizningki o'ylig'inimizni yoki bizning da'vatqinimizni qarshi taraf tushunamdi deydigan bir narsa bor. Buni hamda yeyishib berish uchun birisi bunga bir elchilik qilish kerak, buni yeyish kerak, tushundirish kerak. Bunda qilgan vaqtda ayniq mening deganimda sen tushunyapsan. Men da'vataman, ammo men mundaq da'vataman degan shaklda bo'lsa, bu teg'imi ro'shan, teg'imi oydin bir narsa bo'ldi. Ko'pdan ko'p rahmat aka bu program qatnashib vaqtingizni ajratib bizga qimmatli fikrlaringizni berganligingiz uchun. Hurmatli ko'rmanlar, programmamiz bu yerda oyoqlashdi. Bizni qo'shib elib, har xil fikr inkaslaringlar bo'lsa, yozib qo'ysanglar biz keyingi programmamizda bu to'g'riliq to'xtalamiz inshaalloh. Ko'pdan ko'p rahmat. Keyingi programda ko'rishguncha omon bo'linglar. Allohga omonat. Başarısı. Bo'ldi.